Assalomu alaykum hurmatli Sound Fergana obunachilar, hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga bir taklif sabab bo'laveradi, iltimos sabab bo'laveradi. Eng kerakligi odamiylik tomonidan bir-birimizga bo'lgan, ya'ni musulmonlarda bir-biriga bo'lgan odamiylik tomonlama bir ajoyib taklif bilan chiqyapman. Xudo xolasa bu hammamiz uchun ham nima desak bo'ladi, foydali bo'ladi degan umidaman. Bugungi muborak juma kunlarida, bugungi yaxshi kunlarda bir ajoyib bir nima desak bo'ladi, bir yaxshi insonlarni xonadonida mehmon bo'lib turibmiz. Endi har bitta odamning boshida bir ajoyib nima desak bo'ladi, Alloh bergan bir mehribonchilik bo'ladi. Qandaydir tashvishlar, qandaydir shunga o'xshagan bir nima desak bo'ladi, Alloh mehribonchiliklari bo'ladi. Xuddi shulardan bittasi o'zimizga yaqin akamiz, ham mahalladoshimiz, qadrdon akamiz bir Alloh mehribonchiliklarini boshlariga bir ozgina bir musibat demaymiz, mehribonchilik deymiz. Shunaqa bo'lib qolgan. Men so'z akam o'zlari bersam, aka bu jarayonga nima sabab bo'lgan aka? Avvalambor assalomu alaykum. Xo'p, ismim Rasuljon. 2023-yil 17-yanvarda ishlab turgan joyimda gaz balloni otilib ketish natijasida 65% 3 darajada ekan. O'shancha yonib ketganman. 1,5 oy mobaynida komada 1,5 yildan oshiqroq bitta joyda harakatsiz yotganman. Ota-onamni qaramog'idaman. Oilali bir nafar farzandim bor, Allohga shukr. Hozirgi holatim pay tortish operatsiyalarim bo'lishi kutilmoqda, Xudo xolisa. Shu operatsiyalar qo'l pay tortishlar, quloq supra qo'yish, qovoq, oyoqda tortishlarda operatsiyalari bor. Shu operatsiyalar uchun bizga 25 ming, 30 ming atrofida mablag' zarur bo'lyapti. Siz saxovatli va muruvvatli yurtdoshlarimizdan qo'llaringdan kelguncha Allohning rizoligi uchun yordam so'rab qolaman. Hurmatli kuzatuvchilar, to'g'ri bu videomiz biroq bo'lib ketdi Instagram tarmog'i uchun, lekin bu video hammamiz uchun nima desak bo'ladi, foydali bo'ladi degan umidaman. Hurmatli aziz yurtdoshlar, hurmatli aziz vodiyliklar, hurmatli o'zbekistonliklar. Biz qanchadir muddatda vaqt qo'ymaymiz. Bir qanchadir muddatda bir sizlarga bir nima desak bo'ladi, bir majburiyat qo'ymaymiz, majburiyat qo'yolmaymiz. Payg'ambarimiz aytganlar, yetkizgan, bajargan bilan barobar deganlar. Hurmatli obunachilar, mana shu akamizning qadrdonimiz sog'ligi uchun o'z qismini ayamaysiz degan umidamiz. Bog'lanish uchun pastda nomer qoldiramiz. Saxovatingizdan umidvor bo'lgan holatda karta nomerlarini qoldiramiz. Mana shu karta nomerlarga bemalol qo'lingizdan kelgancha yordam pulini ajratishingiz mumkin. Mana shu videoni yaqinlaringizga, musulmon birodarlaringizga, yaqin dindoshlarimizga jo'natib qo'yasizlar degan umidaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.